Ushbu belgi amal qilish hududida avtobusda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Joyda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Oddiy usulda yechishni ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Men Ilhomjon Jo'rayev. Ko'p yildan beri avtoinstruktor bo'lib ishlayman. Avtotest imtihonlarida ko'pchilikni qiynayotgan savollarni ikkita belgini bilish orqali 8 va undan ortiq savollarni oddiy usulda yechishni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Ya'ni bu belgilarimiz barcha turdagi transport vositalar quvib o'tish taqiqlaydi va 3,5 tonnadan oshiq yuk avtomobillarda quvib o'tish taqiqlaydi belgilar orqali ko'rib chiqamiz. Ya'ni quvib o'tishga taalluqli belgini ko'rsating. A bilan S quvib o'tishga taalluqli. Quyidagi belgi esa tirbandlik degan ogohlantiruvchi belgiga to'g'ri keladi. Matnli savol orqali ko'rib chiqamiz. Ushbu belgi qaysi transport vositalariga quvib o'tish taalluqli deydigan bo'lsa, barcha transport vositalarini quvib o'tish taqiqlaydi. Lekin 40 kilometrdan kam tezlikda yakka harakatlanadigan transport vositalarini quvib o'tsa bo'ladi. Ya'ni shu holatda matnlisini ko'rish orqali ushbu savolni javobini bilsak bo'ladi. Keyingi savolimiz. Bu belgi nimani bildiradi? Ushbu belgimiz 3,5 tonnadan oshiq yuk avtomobillarda quvib o'tish taqiqlaydi. Lekin 40 dan kam tezlikda harakatlanayotgan transport vositalari, ot arava, velosiped bundan mustasno. Ya'ni F2 to'g'ri. Keyingi holat. Ushbu belgi amal qilish hududida avtobusda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Quvib o'tishni qoidalariga amal qilgan holatda ruxsat beriladi. Sabab 3,5 tonnadan oshiq yuk avtomobillarda quvib o'tish taqiqlaydi. Bu joyda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Albatta quvib o'tishga ruxsat etiladi. Belgini ko'ramiz. Ushbu belgi 3,5 tonnadan oshiq yuk avtomobillarda quvib o'tish taqiqlaydi. Yengil avtomobil bu belgi ta'sirida bemalol quvib o'tsa bo'ladi. Qaysi belgi yuk avtomobillarda quvib o'tish taqiqlangan hududning oxirini bildiradi? Bu joyda barchasi. A belgimiz, ya'ni barcha turdagi transport vosita quvib o'tishning oxiri, demak quvib o'tsa bo'ladi. Yuk avtomobillarda quvib o'tishning oxiri, demak quvib o'tsa bo'ladi. Barcha ilgari kiritilgan cheklovlarning oxiri quvib o'tsa bo'ladi. To'g'ri javob A, B, B. Keyingi savolimiz esa ko'rsatilgan belgida qaysi biri ilgari kiritilgan barcha cheklovlarning oxirini bildiradi deydigan bo'lsa, bu 4-raqamdagi belgimiz, ya'ni quyidagi ilgari kiritilgan belgilarimiz 320 dan tortib shu joygacha ilgari kiritilgan cheklovlarning oxirini bildiruvchi belgi. Yana bir savol. Ko'rsatilgan yo'l belgilarining qay biri taqiqlovchi belgilar ilgari kiritilgan barcha cheklovlarning oxiri? Hozirgi savol sal o'zgardi, belgi qo'shilib qoldi yoki bitta belgimiz kamayib qoldi. V belgimiz. Siz ham avtotest imtihonlariga tayyorgarlik ko'ryapsizmi? Xo'p, bizning bergan ma'lumotlar orqali bitta urinishda o'zi o'tib ketishingiz mumkin. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.